عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا الله الله o'zi ofiyat qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, uni javfida maqsad ya'ni qalbida Qur'oni biror bir Qur'on bo'lmagan, Allohning kalomi bo'lmagan qalb bu xuddi xarob bo'lgan uy kabidir dedilar. Ya'ni xarob bo'lgan uy qanday tasavvur qilamiz masalan? Bir hech kim yashamaydigan, qorong'i, ichi to'la masalan hasharotlar, chayonlar, ilonlar, tarakanlar masalan yurgan qo'rqinchli bir uy tasavvurimizga keladi-da. Endi xuddi shu tasavvurimizni qalbimizga solib ko'rsak. Subhanalloh. Alloh o'zi ofiyat qilsin. Va innal ladzi laysa fi jawfi shay'un min al-Qur'an degandan keyin ya'ni o'sha doimiy ravishda bir qanaqa virdi bo'lmasa deb ya'ni tafsir qilsak to'g'ri bo'ladi, Alloh alam. Ya'ni doimiy ravishda o'qib yurmasa. Mana namozlarimizni o'qiymiz, alhamdulillah. Lekin iloji boricha biz bilamizki, Qur'on o'qiyotgansan, namozda o'qiysanmi yoki verdingda o'qiysanmi, inshaalloh bu qalbing xarib emas, biiznillah. Lekin qanchalik ko'p o'qisang, o'shanchalik seni uying bo'lgan bu qalb amir bo'lib boraveradi. Ya'ni barpo bo'lib boraveradi, chiroyli bo'lib boraveradi. Inson masalan mana uy qurgan odam zo'r biladi bu narsani. Oddiy mana uy quradigan odam sal ozgina yana shuncha 10 ming bo'lganda edi, Ahmatiga nimadir qilib yuborardim. Yana 10 ming bo'lganda deb buyog'iga narsa qilib yuborardim deydi, to'ymaydi-ku odam. Million bo'lsa millioncha yana quraveradi, chiroyli qilishga va qulay qilishga harakat qilaveradi-yu. Biz bino qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsamiz bu qalbimiz. Demak, qanchalik Qur'on o'qisak, shunchalik qalbimiz xaroblikdan chiqib binolikka o'tadi va chiroyli go'zal bo'lib boraveradi.